Va, okalar, qaranglar, Chilonzor Hoziroboddan sizlarga 512 sotuli mana shu uchastkani ancha arzon narxga ko'rsataman. Lokatsiyani vobshe zo'r joyga kelganman. Bilasizlar-ku, Hozirobod hozirgi kunda Do'mbrobod, Hozirobod eng zo'r lokatsiya hisoblanadi Chilonzor bo'yicha. Ham ko'chasini ko'ryapsizlarmi, keyin asfaltligini? Mana bu tarafga qaranglar. Bu yoqdan ham chiqib ketsanglar bo'ladi. 16-go'rbanlisi, Chilonzor metro, mana bu Karzincha bor. Yetmaganiga akalar bu yerda masjiddan bir qadam botdi. Shunda masjiddan 10 yurib chap yuradigan bo'lsanglar, Hozirobod masjid joylashgan, bu yoq taraf tupik botdi. Shunda akalar Qabraskada joylashgan. Bu yoqdan ham ko'cha, bu yoqdan ham ko'cha, mana bu yoq ko'cha, kak endi bu yoq taraf tupik joy hisoblanadi. O'sha paytdagi akalar qo'pol qilib aytganda, zodagonlarning uchastkasi mana shunaqa bo'lganda, qaranglar. Hozirdan bitta like bosib qo'ying. Eksklyuzivniy variant akalar, bunaqa eksklyuzivniy variantlar har doim ham chiqavermaydi. Endi mana bu ovozga bitta like bosib qo'ying, alohida bedanalari qaranglar. Bedanani sayriqo buni ovozini eshitib mazza qilasiz. O'zingizdan borib miyangiz shunaqa dam oladi. Ham qaranglar, garaj xonamizani bemalol 2-3 ta mashina sig'adi. Dodamlar qushlarga shunaqa qiziqar ekanlar. Bu yoqdan ham qushlar bor ekan. Mana bu rakvinalari joylashgan. Hovlimizda to'g'ri burcha hech qanaqa varri quloq, qing'ir-qishu joy yo'q-da. Bedanani ovozini qaranglar. Eshityapsizlarmi? Gap yo'q. Bu yerda asosiy binoga kiradigan joyimiz bo'ldi. Gir aylana bino joylashgan, okalar. Etek tarafda ham naqd 3 ta xonasi bor, yaxlit podvoli bor. Bu yoq tarafimizda oshxona, har kun choy o'tiradigan joyi, hammom, tualetlari joylashgan. Kelinglar, bu yoqdagi binoni xonalari bilan tanishtirib chiqaman. Kirib kelishimizda mana shunaqa zinali xo'l bo'ladi. Podvol ham bor. Bu yoq tarafda podvolga tushib ketsa bo'ladi. Podvol balandligi ham normalniy baland, bir 3 metrdan oshib o'tsam adashmayman. Bu xo'l bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqadigan zina poyasi joylashgan. Bu yoq tarafdagi xonamizda родительский spalni bo'ladi. Mana patolog razmerini qaranglar, balandligini 4 metrdan sal oshiqroq bo'pti. Bu yoq tarafga yuradigan bo'lsa, sanuzulimiz ham bitta joylashgan. Ham bu sanuzulga hovlidan ham kirsa bo'ladi. Mana hovlidan ham bemalol kirsa bo'ladi bu sanuzulga va spalnidan ham kirsa bo'ladi mana. Ko'rishinglar mumkin. Ichkarida kerak bo'lsa, saunalarigacha bor, ko'rishinglar mumkin. Ozgina bardaklarga e'tibor bermaymiz. Takoy nejajdinlik kelib qoldim, sababi narxi shikalat narxdi. Hoziroboddan shunaqa uchastka qidirib yurgan tanishinglar bo'lsa, hozirdan mana shu videoni tashlab qo'yaveringlar. Bu yoq tarafimizda mehmonxonamiz bo'ladi. Mehmonxonani balandligini, kattaligini, kengligini ko'ryapsizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas, televizorning zona okalar. Endi aytishinglar mumkin, ba'zi bir hozir bilaman negativ basharalar yozadi-da. Voy, bu stil o'sha paytdan qolib ketgan, bunaqa stilli yo'q deb. Bunaqa stillarni okalar haligacha xaridori bor, ishoninglar. Ikkinchi qavatga chiqib kelar ekanmiz, katta razmerda hol qismimiz bo'ldi va mana bu tarafimizda bolxona bo'ladi, ya'ni garaj xonamizning tepa qismi bo'ldi. Bu ham okalar xona sifatida, zal sifatida foydalansanglar bo'ladi yoki spalni qilib foydalansanglar bo'ladi. Patologlari idealniy holatda. Gap bo'lishi mumkin emas, o'zini balkoni bor. Mana balkon qismini ham ko'rishingiz mumkin. Hovlimizning tepadan ko'rinishi. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, bu tarafdagi bino bilan tanishdinglar. Endi podvolni ko'rsataman. Podvol ham mana yaxlitgina, mana lampochkasi kuyib qolibdi, e'tibor bermaysizlar. Bu yoq tarafimizda ham mana bitta kotelniy xona bo'ldi. Bu yoq tarafda yana bitta xona bo'ldi, okalar. Orqamdagi bino bilan tanishib chiqdinglar, okalar. Mana bu yoq tarafimizda hojatxonamiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoq tarafda oshxona, ayollar bo'lgani uchun ko'rsata olmayman, ming bor uzr. Bu yoq tarafimizda har kuni choy o'tiradigan mana shunaqa joylar bor ekan. Remontlari idealniy holatda, okalar. Endi bu yoq tarafdagi xonalar bilan tanishtirib chiqaman. Qaranglar, aytib o'tganimdek, bu yoqda ham 3 ta xonasi bor. Mana mehmonxonaga bitta baho berib qo'ying. Mashalloh. Shunaqa zalingiz bo'lsa, bu ham qaranglar. Bag'rining kengligini ko'ryapsizlarmi? Remontlarini aytmaysizlarmi? Idealniy holatda. Ishonmaysizmi? Bitta kelib ko'ring, aniq bilaman sizga yoqadi. Endi bu yoq taraf qaranglar. Bu yoq tarafda yana bitta mehmonxonada. Qaranglar, gap bo'lishi mumkin emas. Ataplenlarni ko'ryapsizlarmi? Idealniy qilib, mana shunaqa qilib yopib qo'yishgan. Obmanka qilib. Bu yoq tarafda родительский spalni bo'ladi. Bu yerda ham patolog razmeri, balandlik vobshe zo'r. O'zini garderobi va родительский spalni o'zini sanuzuli bilan bo'ldi. Hamma sharoit bor. Mana uchastkamizga bitta like bosib qo'yinglar, qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoq tarafdagi binoni xonalari bilan tanishib chiqdinglar. Endi podvol qismiga tushamiz. Aytib o'tganimdek, yaxlit gir aylana binoyimiz antiga podvol, okalar. Podvolda muammo yo'q. Mana yaxlit podvol ko'ryapsizlarmi? Xonalarga ajratilgan. Bu yoqda yana bitta xonasi bo'ldi. Xohlagan tabingizga qarab, o'zingiz bilyard xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana namozxona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ozgina sharoit qilib olasiz. Bu yoq tarafda kotelniy xonasi bo'ldi. Baquvvat qurilgan, mustahkam qurilgan uchastka. Oshxonani ham bitta ko'rsatib yuboray, boy ayollar bor ekan dedim-ku, qaranglar. Oshxonasi ham idealniy ko'ryapsizlarmi? Hech qanaqa rasxod qilib o'tirmaysizda. Oshxona mebellari ham oxirgi rusumdagi mebellardan qo'yilgan. 512 sotuvli uchastkamizni ko'rdinglar. Aytib o'tganimdek to'g'ri burcha, okalar Chilonzor Hozirobod mahallada joylashgan. Bu mahallani bilgan odam biladi. Okalar, endi bu uchastkamizni narxi keladigan bo'lsa, vobshe zo'r narxda, okalar. Startoviy narxi
359.900 bo'lsa baraka qilishingiz mumkin. Yana bitta plyus tomoni, buni sotib olib turib, xolisinglar chastni bog'cha qo'rsanglar ham bo'ladi. Xolisinglar shunday holatda yashasanglar ham вообще zo'r variant. Okalar, bu yerda gaz, suv, svet, sentralniy kanalizatsiyadan muammo yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu uchastkamizni past raqam qoldiraman, telefon ko'rasizlar.